Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan aziz tomoshabinlar. Bugun O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki 21-dekabr uchun xorij valyutalarini so'mga nisbatan qiymatini e'lon qildi. Bunga ko'ra, 1 AQSh dollari avvalgi narxidan 25 so'mga arzonlashib, 11.996 so'mni, 100 dollar esa 1.199.000 so'mni tashkil qiladi. Yevro kursi esa bugun 41 so'mga arzonlab, 14.051 so'mni tashkil qilmoqda. Endi Rossiya rubliga e'tibor qaratamiz. Bugun 1 rubl 148 so'm 54 tiyin, 1000 rubl esa 148.540 so'mga teng. Har kuni yangilanib boradigan kurslarimizdan xabardor bo'lish uchun va bizga yordam sifatida kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing.